Bu hayotda har bir narsaning badali bor. Baxtli bo'lish uchun baxtsiz kunlarni yashab o'tishga, boy bo'lish uchun yo'qchilikning zahrini totib ko'rishga, halovatni topish uchun esa nafsingga qarshi jang qilishga to'g'ri keladi. Lekin esla, har bir sinovning oxirida mukofot bor. Sen bu yo'llarni bosib o'tding. Yiqilding, qayta turding, kurashding va sabr qilding. Endi yorug' kunlar seni qarshilashga shay. Sen yorug' kunlarga loyiqsan.